Assalomu alaykum, my beautiful people. How are you doing today? Bir haftadan so'ng yana men siz bilan yangi kitob muhokamasi bo'yicha video o'tiribman. Lekin muhokamani boshlashdan oldin hamma odamga kimki meni support qilgan, kimki meni qo'llab-quvvatlagan, layklar bilan, kommentlar bilan, obunalar bilan kattakon rahmatimni aytmoqchiman. Va bu birinchi videoyim menga shu narsani insight berdiki, haqiqatdan ham hayotda bizani qo'llab-quvvatlaydigan, bizani kichkina mehnatlarimizni, kichkinagina qilayotgan ishlarimizni katta ko'rib, bittagina layk и bittagina podpiska tashlab qo'yib, obuna bo'lib qo'yib, qo'yib, bizani qo'llab-quvvatlaydigan odamlar haqiqatdan ham ko'p ekan. Men o'zimda shunaqa gumon borda, hamma odam nima deydi? Yaxshi odamlar ko'p bu dunyoda. Chunki biz shunaqa zamonga kelib qolganmiz, odamlar, yomon odamlar ko'p deb o'ylaydi, hammadan yomonlik kutadi, ishonchsizlik bo'ladi. Lekin, men har kuni o'zimga isbotlab ketaman, shunaqa hayotda yaxshi odamlar, bizani qo'llab-quvvatlaydigan, bizaga podдержка qiladigan insonlar judayam ko'p. Xo'sh, bugun siz bilan qaysi kitobni muhokama qilmoqchiman qaysi kitob haqida gapirib bermoqchiman. Bu kitob men judayam yaxshi ko'rgan va accidentally to'satdan sotib, sotib olib, sovg'a qilib, keyin o'zim ham sovg'a sifatida qabul qilgan kitobim. Mindset kitobi. Bu kitobda 2023 yilda bitta frendimga podarka qilganman va qanaqa zo'r kitob ekanligini bilmasdan turib, shunchaki borganman, ko'rinishiga qarab, kitobni ko'rinishidan jaj qilib turib, ko'rinishidan xulosa chiqarib turib, sotib olib, sovg'a qilganman frendimga. Lekin oradan 2 yil o'tganidan so'ng o'zimni Westdagi one of my closest friends mashhuri bu kitobni sovg'a qilgan и 1 yildan so'ng bu kitobni men shu yil o'qidim. 2025-yil olgan bo'lsam ham, bu kitobni men 2026-yilda o'qib tugatdim. 2026-yilda boshida. Xo'sh, bu kitobda birinchi bo'lib turib, keling nomini o'zbek tiliga tarjima qilishdan, o'zbek tiliga o'girishdan boshlaylik. Mindset. Bu kitobni o'zbek tilidagi tarjimasi yaqinda chiqqan va buni dunyoqarash deb nomlashgan. Lekin men dunyoqarash deb nomlamagan bo'lardim bu kitobni. Bu kitobni nomini munosabat deb nomlagan bo'lardim. Nimaga aynan munosabat? Bizani vaziyatlarga yoki o'zimiz haqimizdagi fikrlarimiz yoki yaratib olgan bizani o'ylarimiz va bizni bitta narsaga bildiradigan reaksiyamiz bo'lganligi uchun men shunaqa tushunganman va o'shaning uchun bu kitobni munosabat deb nomlagan bo'lar edim. Qanaqa qilsam ko'rinib turibdi. Umuman olganda bu kitob qaysi kitobligini bildingiz, tushundingiz va avtor haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Avtori doktor Karl Dweck. Bu kishi haqiqatan ham xalqaro darajadagi psixolog, neyrobiolog va bu kitob haqida, umuman bu nazariya haqida men qachon eshitganman? Bu nazariya haqida birinchi bo'lib turib nazariyani qisqacha aytib beray, Growth mindset and fixed mindset. O'suvchi munosabat yoki o'suvchi dunyoqarash yokida pastga tortuvchi dunyoqarash. O'zbek tiliga shunaqa deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, mana shu narsa odamni muvaffaqiyatga nima yetaklaydi? Odamni shunchalik mindseti, dunyoqarashi, fikrlari bittagina potensialini ochib berishga xizmat qila oladimi degan mavzuni, degan savolni bizani avtorimiz o'zini kitobida ochib bergan. Men bu kitobni o'qishimdan oldin Huberman, bilasizmi yo'qmi, neyrobiolog bo'lgan bitta katta doktor emas, endi doktor. O'sha kishi o'zini Huberman Lab degan podkastida ochib tushuntirib bergan. Bu podkastda menga ustozim Mr. Orif tavsiya qilgan, ya'ni aynan shu podkast emas, Huberman Labni podkastlarini tavsiya qilgan va o'shandan keyin IELTS o'qib yurgan davrlarimda Huberman Lab podkastini topib olib, har xil mavzularda aynan o'sha odamni insonlar bilan bo'lgan munosabati, qanaqa qilib qarorlar qabul qiladi yokida odamni o'sha mindseti, umuman gormonlar odamni umumiy bitta ruhiy holatini, fikrlashini tashkil qiladi. O'shalar haqida ilmiy, ommabop kontentlar chiqaradigan bitta chotki blog. Demak, o'sha blog deya olmaymiz. Bu bitta chotki YouTube source. O'sha sourcedan men bu kitobni g'oyasini 2 soatlik podkast davomida o'rganganman
va umumiy g'oya haqida, umumiy tushuncha haqida bu kitobni mag'zini men o'sha podkast oldida olib bo'lgandim. Lekin bu kitobni o'qiganimda menda ko'proqgina o'zim yozib o'qib o'rganadigan odamman. Eshitish ham menga yordam beradi, lekin meni o'rganish staylim ko'pincha yozish va o'qish. O'shaning uchun ham bu kitobni o'qib qo'yganimdan keyin meni miyamda galochka paydo bo'ldi. Ha, rostdan ham men bu kitobni mavzusini bilaman degan. Endi keling sizga tushuntirishni boshlasam. Bitta mavzuni 5 minut salomlashibman, 5 minut gapiribman va endi 5 minutdan keyin asosiy mavzuga o'tyapmiz. Xo'sh, bu kitobda mag'zi aynan o'sha insonni dunyoqarashi, insonni o'zi haqidagi fikrlari va o'sha o'zi haqidagi fikrlari qanchalik hayoti davomidagi potensialini yetishga yordam potensialini oxirigacha ochishga va o'sha narsani a, fulfill qilishga yordam bera oladi. Qaysi jabhalarda? Biznesda, munosabatlarda, farzand tarbiyasida va educationda. Mana shu 4 ta jihatni har birini case based qilib ochib bergan. Demak, avtorimiz menga eng asosiy yoqqan jihati talant haqida gapirganlari bo'lgan. Ya'ni insonda agar bizda talantga juda ham ishonib qoladigan bo'lsak, bizani xulq-atvorimiz, bizani talantimiz, bizani hamma qobiliyatlarimiz aslida boshdan bosh berilgan tug'ma, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shunaqa fikrlaydigan odamlar aslida fixed mindsetdagi, ya'ni o'zgartirib bo'lmaydi, qolipga sobulingan, qoliplanib bo'lgan mindsetdagi odamlar bo'lar ekan. Lekin bizda yana boshqa turdagi mindset bor ekan. Ular aytar ekan, ha, odamda qobiliyat bo'ladi, lekin o'sha qobiliyatni rivojlantirish mumkin. Qobiliyat nafaqat tug'ma, faqatgina tug'ma bo'lmaydi qobiliyat, balki biza qobiliyatni davomiy practice, davomiy harakat bilan ochishimiz mumkin degan narsani ochib beradi. Va mana shu growth mindsetga ega bo'lgan odamlar qanaqa qaror qabul qiladi? Biznesda, educationda, munosabatlarda va farzand tarbiyasida. Va fixed mindsetga ega bo'lgan odamlar qanaqa qaror qabul qilishi, qanaqa o'zlarini tutishi aynan o'sha 4 ta jabhada ochib berilgan. Menga aynan ko'p yoqqan jihati bu insonni o'zi haqidagi growth mindsetni apply qilgandan keyin apply qilish uchun nimalar qilishligi kerakligi ochib berilgan bo'lim juda ham yoqqan. Birinchi bo'lib turib biza growth mindsetga ega bo'lishligimiz uchun biza self image, o'zimiz haqimizdagi tasavvurni o'zgartirishimiz kerak ekan va talant haqidagi tushunchamizni, talantga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Biza o'ylaymiz, bizani hayotimizda insonlar tomonidan, jamiyat tomonidan shu narsa singdiriladi. Demak, biz artist bo'lmoqchi bo'lsak, demak, biz aktyor bo'lmoqchi bo'lsak, demak, biz zo'r qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'lsak, bizada ovoz bo'lishi kerak yoki qanaqadir tug'ma aktyorlikka, aktrisalikka talant bo'lishi kerak degan tushuncha bizani atrofimizda singdirilgan. Lekin aslida bu narsa har doim ham haqiqat bo'lolmaydi. Biza o'sha har qanday qobiliyatni, endi u kishini aytishi bo'yicha 90% atrofidagi qobiliyatni, u 100% emas, 90% atrofidagi qobiliyatni bizni o'sha mindsetimizni o'zgartirib, harakat bilan, davomiy mehnat bilan erishsa bo'ladi deydigan bo'lsak, ko'p jabhalarda muvaffaqiyatga, suksesga erishishimiz mumkin ekan. Biznesda shu narsani ochib bergan, biznesda rahbarlar aynan growth mindsetdagi rahbarlar bilan fixed mindsetdagi rahbarlarning farqini tushuntirib bergan. Fixed mindsetdagi rahbarlar o'sha xodimlarini qobiliyatini fixed deb biladi. Qobiliyati o'zgarmaydi, qobiliyatini o'sha bitta xodim o'shanaqaligicha qolib ketadi degan narsa bo'ladi va ular xodimlariga nisbatan munosabatda noto'g'ri bo'lganligi uchun ozgina bosim bilan, qattiqqo'llik bilan munosabat qilib qo'yish ehtimoli katta. Lekin bizadagi growth mindsetga ega bo'lgan boshliqlar esa umuman boshqacha munosabatda bo'ladi. O'sha kelgan yangi xodimmi yokida qanaqadir qobiliyati biza kutgandek yuqori bo'lmasada, lekin undagi qiziqish bo'ladigan bo'lsa, o'sha insonni olib keta olishiga ishonadigan boshqaruvchilar va ularni olib keta olishiga imkoniyat yaratib beruvchi boshqaruvchilar, ular bilan a, o'sish muhitini yaratib bera oladigan boshqaruvchi bo'lar ekan growth mindsetdagi shaxslarimiz. Endi menga yana qaysi examplelar yoqdi deydigan bo'lsak, menga aynan munosabatlarda odam growth mindsetda qanaqa muomalada bo'ladi, fixed mindsetda qanaqa muomalada bo'ladi. O'sha narsani ham juda ham chiroyli ochib bergan. Birinchi bo'lib turib, fixed mindsetda bo'lgan odam o'sha yonidagi partnyorini umuman o'zgarmaydi. Shu olib ketadi degan.
umuman o'zgarmaydigan qolipga solib qo'yadi va o'shani natijasida har doim unga o'sha qanaqadir o'zini weak pointlarini eslatib turadi. Sen unaqasan, sen bunaqasan, senda bo'lmaydi. Ya'ni biza aytganimizdek yerga uradigan abuserlikka ham olib kelishi mumkin-da. Mana bu fixed mindsetdagi odamlar. Lekin growth mindsetdagi odamlar esa yonidagi partnyorini aynan harakat va mehnat bilan qobiliyatini ochish mumkinligini va bu narsaga erishish mumkinligiga ishonadi. Chunki ular o'ziga ham ishonadi. Men harakat bilan erisha olaman, men harakat bilan qila olaman degan narsa bo'ladi va o'shaning uchun yonidagi partnyorini har doim ular nima deydi, qo'llab-quvvatlaydi va ularga nisbatan anaqa sen bunaqasan, sen bunaqasan deb turib katta-katta tag'malar qo'yib tashlamaydi. Aynan men education Soundni zo'rligida qaranglar. Bu video men esimdan chiqmaydi. Aynan menga munosabatlarda shu joyi juda ham yoqqan. O'zimning insight olganman. Business Sense'ni yuqorida aytib o'tgan, eslatib o'tgan insight'imni olganman. Another word. Masalan, xo'rozlarimiz habitda ham qichqirib turadi. Soat necha bo'ldi? Tak soat 15:00 bo'lyapti. Bizani xo'rozlarimiz mana bizani tabiiy xo'rozlarimiz ovozlari background sound chiqyapti-da. Endi biznesdan olgan insight'imni aytdim, munosabatlardagi insight'imni aytdim. Education va farzand tarbiyasi. Education bilan farzand tarbiyasini bitta qilib oladigan bo'lsak, bu yoqda asosiy narsa bu albatta bu yerda ham o'sha farzand qobiliyatiga nisbatan bo'lgan munosabat va undan tashqari ularga beriladigan maqtovlar. Yes, farzand tarbiyasi. Okay. Sizlarga coming. Men tovuqlarim, men xo'rozlarim qo'llab-quvvatlagani kelyapti. To'g'ri qabul qilamiz ular ham endi videoga keladi. Xo'sh, qaytamiz mavzuga. Demak, farzand tarbiyasidagi o'sha growth mindset hamda fixed mindset shakllantiradigan asosiy narsa bu maqtov ekan. Maqtovni biza to'g'ri berishni bilishimiz kerak ekan. Educator sifatida ham yoki farzandni tarbiyalaydigan inson sifatida ham. Bo'lsa-da. Inson sifatida ham. Ya'ni agarda farzand bitta narsani qilganidan so'ng, o'quvchi bitta narsani qilganidan so'ng, agar qilmasidan turib, hech narsa qilmasidan turib, sen zo'rsan, sen chotkasan, sen qo'lingdan keladigan, sen o'sha shikarniy so'zlarni aytib maqtashimiz bizada narsistlarni, o'ziga judayam self centered bo'lgan odamlarni tarbiyalashimizga olib kelib qo'yar ekan va ular mehnat qilmasdan turib talanti orqali erishaman deb o'ylaydigan mindsetga ega qilib qo'yar ekanmiz. Lekin biza o'sha bolaga o'zini darajasidagi qiyinchilikdagi bo'lgan testlarni berish orqali o'zini darajasidagi qiyinchilikdagi testlarni berish orqali o'sha testda yechib bo'lgandan keyin natijasiga qarab turib, unda ham shaxsiyatiga emas, natijasiga maqtov, kommentariy berib turib, bolani growth mindsetga, ya'ni o'sishga, ilm olishga qiziqtirishimiz mumkin ekan. Demak, bu education hamda farzand tarbiyasi haqidagi bo'limlarimizdan edi. Ana zombirlar ham qo'shiladi bizani videomizga haqida edi. Yes. Endi keyingi holat esa bu o'sha teacherlarni hammasini aytib ketibman. Yes. Asosiy tushuncha shulardan iborat edi. Men o'ylagan narsam bu insondagi ochiqlik. Men growth mindsetda aytgan bo'lardim, open minded bo'lishlik degan bo'lardim. Ya'ni ochiq bo'lish, hamma narsaga ilm olishga nisbatan, bitta narsani o'rganishga nisbatan o'zini qanaqadir labelda ichiga, o'zini qanaqadir qolipda ichiga bo'ldi, men mana shunaqaman, borman, bu o'zgarmaydi degan narsaga emas, balkida o'zini o'zgaraman, mana bunaqa qilib ko'rsamchi, mana bunaqa o'rganib ko'rsamchi degan narsani o'ylaydigan, mana shunaqa o'ylaydigan, fikrlaydigan insonlarni inson bo'lishimizga yordam beradi bu kitob va eng oxirida qanaqa qilib turib biz o'sha mindsetimizni o'zgartiramiz deydigan bo'lsak, The Power of Yet degan bitta nazariyani kirgizib o'tadi. Biza har doim aytamiz, men buni qila olmayman. Deylik, men yaxshi qo'shiq kuyla olmayman. Men yaxshi video ola olmayman yokida men yaxshi public speaking qila olmayman yokida men ingliz tilida gapira olmayman yokida men rus tilini o'rgana olmayman. Endi hammani o'zini qila olmayman degan holatlari bor-ku, we can't deydigan joylarimiz bo'ladi-ku. O'sha joylarga biz oxirida gapimiz oxiriga yet qo'shimchasini, hozircha degan qo'shimchani qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Misol uchun men mashina hayda olmayman, hozircha o'rganaman. Demak, bu narsa biz o'zimizni qanaqadir bitta qolipda ichiga solib qo'ymayapmiz, balki biz o'zimizni o'rganishga ochiqlik tarzidagi mindsetda tarbiyalayapmiz. Yoki men ingliz tilida gapira olmayman, hozircha. Yokida men rus tilini o'rgana olmayman, hozircha. Yokida men zo'r presentation bera olmayman, hozircha. Men bu narsani qila olaman, harakat bilan, mehnat bilan o'zgartira olaman degan mindsetda beradigan bilaman bu tushuntirib berishim unaqa zo'r bo'lmadi
emas. Bo'ldi 50-50 atrofida. Umumiy xulosa qilib aytganda, bu kitob menga judayam yoqqan. Men o'zimni ichimda tushungan narsalarimni ozgina to'liq tushuntirib bera olmadim, chunki baribirgayam kamerani yonida gapirish, u narsani mm, shakllantirib olish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi ekan. And here we come. Shu bilan bugungi bizani ikkinchi videomiz o'z nihoyasiga yetdi.